Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Muhammad Ziyo. Bugungi videomizda uzun platformasida savdo qilayotgan yoki endi savdo qilishni boshlayotgan sellerlarning eng katta xatolari haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi navbatda juda ko'pchilik sellerlarning xatosi tovarni analitika qilmasdan savdoga chiqib ketish. Magazin ochasiz. Magazin ochganingizdan keyin esa sizda yetarlicha bilim bo'lmasa yoki yetarlicha siz analitika qilmasdan tovarni biznesga kirib keladigan bo'lsangiz, uzun platformasida ancha qiyin bo'lishi bu turgan gap. Ikkinchi qilinadigan eng katta xato bu kam sonli tovar bilan kirish. Yangi magazin ochdingiz, magaziningizda birinchi navbatda assortiment bo'lishi kerak. Assortimentingiz zo'r bo'ladigan bo'lsa, savdoingiz shunga yarasha ko'p bo'ladi. Misol uchun, bir dona tovardan как minimum 5 ta 10 tagacha sizda kolичество bo'lishi kerak. Shunaqa tovarlardan agar 10 xil qilib qo'yadigan bo'lsangiz, sizda общий tovar soni 100 ta bo'ladi. Bu magaziningizdan siz bemalol daromad qilsangiz bo'ladi. Qanchalik tez zakaz tushishi bu sizni analitikangizga bog'liq. Agar siz to'g'ri analitika qilgan bo'lsangiz, zakazlar o'sha kunning o'zidayoq tushishni boshlaydi. Uchinchi qilinadigan eng katta xatoga deyarli 90% sellerlar duch kelishadi. Bu negativ va vazratlarga tayyor bo'lmaslik. Negativ deganimda noto'g'ri tushunmang. Negativni o'ziga yozadigan klientlar ham uchrab turadi. Misol uchun siz 100 kishiga tovar sotadigan bo'lsangiz, 100 taning ichidan bitta ikkita bo'lsa ham negativni o'ziga bo'ladi. Bu narsaga birinchi navbatda odam moralni tayyor bo'lishi kerak. Noto'g'ri opisaniyani to'ldirilgan, noto'g'ri rasm qo'yilgan tovar bo'ladigan bo'lsa, vazratlarning soni 30-40% ga ham chiqib ketishi mumkin. Ko'pchilik marketplace'larda katta oborot qiladi, lekin shunga yarasha vazratlar ham ko'p bo'ladi. Va siz bunaqa holatlarga tayyor bo'lishingiz kerak. Ko'p vazratlar bo'lmasligi uchun to'g'ri opisaniyani to'ldirish kerak, to'g'ri rasm qo'yish kerak. Undan tashqari, analitikani ham agar to'g'ri qilinadigan bo'lsa, yetarlicha bilimga ega bo'lib, keyin uzun platformasiga kiradigan bo'lsangiz, sizni tovarni biznesdagi natijangiz ancha yaxshiroq bo'ladi. Hammaga rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyada o'zingizni fikringizni qoldiradigan bo'lsangiz, biz unga albatta javob berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Videomiz shunaqa qisqacha bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyada o'zingizga qiziqtirgan savollarni yozib qoldirsangiz, biz albatta javob berishga harakat qilamiz.